akalar yaxshi qilsizlar, tushimizlar. Mana bugun xudo xolasa 2025-yil 29-aprel kuni xudo xolasa Omskda yangi ochilgan bozordamiz. Bu joyda mana asosiy o'zbekistonliklar, ozarbayjonliklar, qozog'istonliklar, O'zbekistonda asosiy So'xdan. So'xdagi savdogarlar, xaridorlar ham So'xdan, ko'pi savdogarlar ham So'xdan. Keling, shef, Keling, shef. Mana Xudoga shukr, hamma xursand. Xursandmi aka hamma? Hamma birlashib, birlikda xudo xolasa savdolar boshladik. Mana xudo xolasa kamchiliklar bo'lsa, yana albatta rahbariyatga yetkazamiz. Rahbarlarga aytamiz, nima kamchilik bo'lsa, birgalashib qilamiz xudo xolasa. So'x tumanidagi savdogarlar bu bozorda ochilgandan xursandmi? Bozor bitta bo'ladi degan shior bilan o'zlari 100% yopib, bu joyga chiqib o'rnashishdi. Biz xursandmiz. Shunchalik davlatimiz tomonidan ochilgan bozorda ahil bo'lib, birlikda shunchalik shu berilgan imkoniyatdan chiroyli foydalanib, chiroyli holatda savdo qilishyapti. Xudo xolasa. Hamma savdogarlardan Har bir sedi korobka anja Omskiy bozoriga taklif qilamiz. Biz albatta bu yana kamchiliklar bo'lsa, hukumatga yetkazamiz. Xudo xolasa kamchiliklarni bartaraf qilib beramiz. Xizmatda bo'lamiz, xudo xolasa.